Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Dam olish kuninglar yaxshi o'tdi degan umiddaman va bugungi choraklar nazariyasi haqida ikkinchi YouTube video haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Ya'ni bu videoda biza darslik o'tmaymiz. Bu shunchaki ma'lumot sifatida kerakli bo'lgan informatsiyalarni sizlarga berishga bo'lgan video. Man misol uchun Day'dan qanaqa o'rgangan bo'lsam, o'sha tartibda uh, o'rgatish to'g'ri deb bilaman. Ya'ni birinchi videodan уже darslik chiqarib olish bu xato, sababi oramizda uh, bu sohaga yangi kirib kelganlar bor. Ular qanaqa setup qilishi, qaysi instrumentlardan foydalanish haqida bilishmaydi va тем более quarterly theory, ya'ni choraklar nazariyasida kerakli bo'ladigan o'sha so'z qisqartmalari haqida ham aytib o'taman. Kerakli boshlaydigan bo'lsak, eng birinchi navbatda biza nimadan boshlashimiz kerak? Choraklar nazariyasiga kirdikmi, ya'ni shu teoriyani o'rganaman dedikmi, eng avvalambor bizaga premium versiyasi kerak. O'tgan videoda ham aytib o'tdim. Bu premium versiya bizaga vaqtimizni tejashga va chalkashib ketmasligiga yordam beradi. Bu qanaqa qilinadi? Ya'ni trading viewga kirganimizda mana products bo'limi bor va o'sha yerda mana pricingga kirsanglar, aynan shu sahifa ochiladi. Bu ya'ni mana essentials, ya'ni ikkitagacha bo'lgan chartni beradi sizlarga. Plus versiyasida 24.95, menimcha 29 bo'lgan hozir. Da 29 hozircha mana monthly yoki annually sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni oyma-oy to'lab borishinglar uchun. Essentials ya'ni 14.95, 29.95 bu yoqqa ketaveradi. Bizga eng kerakli bo'lgani va eng sodda ishlatishimiz uchun qulay bo'lgani aynan mana shu plus versiyasi, ya'ni oyiga $30 to'laysizlar, 400 ming so'm bo'ladi. Va bu sizlarga 4 tagacha chart beradi, 10 tagacha indikator qo'yishinglar va hokazolar. Xo'p, bu yoqlari kerak emas bizga, chunki 8 ta chart bitta tab o'zida, ya'ni aytaylik, mana shu bitta bo'lim o'zida 8 tagacha bo'lib bizga ishlatish kerak emas. Bu shu chalkashib ketadi bizga. Eng glavnisi 3 tagacha chart bersa bo'ldi. 3 tagacha va bitta dona indikator qo'llaysizlar, tamom. 2 ta deylik. Hop. Shuni olganinglardan keyin upgrade qilasizlar, ya'ni sotib olib ishlasanglar bo'ladi yoki annually sotib olasizlar. Ya'ni bu pulinglarni tejashga yordam beradi. Hop. Buni sotib olgandan keyin nima qilinadi? Sizlarga 3 ta chart bermaydi. 3 ta chartni qo'yish mana tepada burchakda layout setup bo'limi bor. Bu nima? Bu mana ochganinglarda sizlarga o'zinglarga qulay qilib moslab olsanglar bo'ladi. Ya'ni bitta mana turadi o'zi. Shuni bosib 3 ta qilsanglar, mana 3 ta chart beradi. Bu birinchisi. Buni o'zinglarga qo'llab olganinglardan keyin, masalan, kimgadir bunaqa, kimgadir boshqacha raqamlar qo'yadi. Menga eng udobnisi mana shu. Buni qo'ygandan keyin buni save qilish kerak. Ya'ni saqlanib qo'yish kerak. Endi nima qilinadi? Create new layout degan joyi bor. Yangi layout ochish, ya'ni yaratish. Shuni bosib, masalan, buni bosganimizda layout name yozib qo'yasizlar. Buni masalan FX chart deb yozib qo'ysangiz bo'ladi yoki euro, pound, dollar index deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi menda layoutlari mana shular: interest rate, bond, ya'ni ikkala bir xil. Forex, kripto, index va futures. Endi hop biza mana bozorlarga qaraydigan bo'lsak, analiz qilish, o'rganishdan oldin albatta bozorlar bilan tanishib chiqish kerak.
Bu qanaqa? Forex market bor. Forex market eng bir-biriga yaqin korrelyatsiyada yuradigan paralar bu e, dollar indeksi, yevro dollar va pound dollar. To'g'ri? Biza biladigan eng muhimlari. Boshqa paralar bor, bu ular bir-biriga bo'lgan korrelyatsiyasi unaqa kuchli emas. Ya'ni aynan shu hozirda aytib o'tgan paralarimga qaraganda. Endi bular e, bilamiz har xil broker bor, to'g'rimi? Ya'ni FXCM, Forex.com. Choraklar nazariyasida analiz qilish, trade qilishda eng muhimlaridan biri bitta brokerdan data olish. Ya'ni bitta broker, ya'ni har xil broker har xil data beradi. O'shaning uchun ham bitta broker datasidan ishlatgan ma'qul. Ho'p, bu qanaqa? Masalan, chap tarafga qaraydigan bo'lsak, mana DXY dollar indeks, to'g'rimi? US dollar indeks. Capital.com bor, TVC bor. TVC bor, bu Capital.com. Ko'rasizlar, farqini уже ikki xil data beradi. Sizlar nima qilasizlar? Capital.com ni ham, TVC ni ham qo'shib qo'yasizlar. O'ng tarafga qaraydigan bo'lsak, mana watch list bor, ya'ni bu yerda paralarimiz turadi. Bu yerda paralarimiz turadi. Mana aynan shu yerga mana plyusni bosib, DXY deb yozsanglar, mana TVC Capital turadi. Aynan shuni qo'shib tepaga chiqarib, misol uchun bundoq surib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa surib qo'ysanglar bo'ladi. Tepaga pastga qilib. O'zinglarga qulay qilib va bu yerdan o'zgartirib olasizlar otini. Shunaqa qilib layoutlarni setup qilsanglar bo'ladi. Endi kelinglar birinchi sizlar bilan bozorlar haqida tanishib chiqamiz va ularni brokeri, qaysi brokerdan foydalanish kerak, data olish kerakligi to'g'risida. Hop, birinchisi, ya'ni Forex Trade. Hop, kattaroq qilamiz. Forex Trade. Ya'ni bu yerda bizga US dollar index bor. Bu capital.com yokida TBC brokerdan olamiz. Keyingisi Euro USD. Euro USDni men ishlatadiganim FXCM. Poundga ham FXCM bo'lishi kerak. Tushunasizlar? Ya'ni forex.com emasda FXCM ishlataman. Xohlasanglar forex.com, xohlasanglar boshqa marketda ham qo'yishlar mumkin. Lekin eng muhimi shu bitta broker bo'lishi kerak, bitta broker datasi bo'lishi kerak. Keyingisi bizada futures bor. To'g'ri, index futures. Buniki bilamiz ES1, AQ1, YM1, ya'ni shularni qo'yib chiqamiz. Endi indeksi bor. Futures index. Index market deylik. Bunda S&P 500 ga bunda ham har xil, ya'ni boshqa brokerlardan ham olsanglar bo'ladi. Men ishlatadiganim forex.com, US 30, ya'ni Dow Jonesga forex.com. Endi bond market, ya'ni interest rate trade deydi, bond market deylik. Bunda US Treasury note, ya'ni US Treasury T-bond futures. Buniki ZB1. Yozib oling, tushuntiraman. Ultra 10 year 10 Treasury note. Buniki TN1.
Hop, 5-year T-ning futures. Buniki ZF1. Bu bond marketdagi kripto. Kripto marketda asosan uchtaga qaraymiz. Ya'ni total market cap bor. Bu crypto cap brokerda olamiz. BTC USD niki. Bunikini Kraken'dan olamiz. Ethereum niki. Bunikini Coinbase'dan olamiz. Asosiy bo'lgan 3 ta market, ya'ni 5 ta market, Forex, Futures, Index, Bond, Crypto market. Endi qaranglar. Qizig'i, choraklar nazariyasini eng muhim jihatlaridan biri intermarket signal, ya'ni intermarket analysis deydi. Marketlar aro bo'lgan analiz. Bunda biza faqatgina choraklar nazariyasida aynan bunda ishlaymiz yoki bunda alohida ishlaymiz yoki bunda alohida ishlamaymiz-da. Buni hammasini bir-biriga bog'lab chiqamiz. Bu analiz intermarket analiz deydi, ya'ni marketlar aro bo'lgan analiz. Forex marketi, index futures market va bond market bir-biriga korrelyatsiyada, ya'ni to'g'ri yo'nalishda yurishi kerak. Aynan vaqti-vaqtigacha bir xil yurishi kerak emas, lekin yo'nalish darajasida bir xil yurishi kerak. Ya'ni Forex market pastga qarab ketayotganda euro USD lar, bond market tepaga qarab ketmaydi yoki futures market tepaga qarab ketmaydi. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Forex market pastga qarab ketyapti-da, katta yo'nalishda. Futures market bilan bond market bir xil yo'nalishda yuradi. Ya'ni naоборот yo'nalishda yursa, bu low probability market conditioning. O'shaning uchun bir xil yo'nalishda yurish kerak bular. Dollar indeks bo'lsa, bularga naоборот, ya'ni dollar indeks tepaga ketyaptimi, futures index bond marketlar naоборот yurishi kerak, ya'ni euro USDga o'xshab. Sizlar buni analiz qilganinglar sari o'rganib analiz qilib, buni ustida ko'proq vaqt ajratganinglardan keyin tushunasizlar. Kripto market kripto market ya'ni dollar indeksga naоборот yuradi, ya'ni dollar indeks chiqyaptimi, kripto market pastga qarab ketadi. Tushunyapsizlar? Xo'p, endi bularni setup chiqish xuddi shu yo'nalishda. Bularga ahamiyat bermaysizlar. Volatility index, currency futures, ya'ni futures ishlaydiganlar o'zi biladi. Manga o'xshab chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni bond market, crypto futures index yozib chiqsanglar bo'ladi, o'zinglarga aytmoqchiman. Keyin yozib chiqqaninglardan keyin setup qo'yib chiqasizlar. Setup qo'yish tartibi, ya'ni misol uchun Forex marketini olaylik. Forex marketini qo'yib chiqinglar. Mana chap tarafga DXY, o'rta tarafga yevro, o'ng tarafga pound yoki naоборот o'zinglarga qulay qilib. Aynan o'shandan keyin save bosasizlar. Save bo'ladi, ya'ni сохранить bo'ladi bu narsa. Keyin sizlarda mana bu narsalar o'chuv bo'ladi. Mana shu narsalar o'chuv bo'ladi. Ya'ni bu sursiylar uchalov bir xil suriladi yoki time frame ga olganinglarda bir xil time frame ga olinadi. Aynan o'shani yoqish, shu ko'rsatilgan belgilangan narsalar hammasi yoqib bo'lishi kerak. Ya'ni interval, crosshair, time, data range hammasi yoqib bo'lishi kerak. Aynan o'shandan keyin sizlarda bir xil yo'nalishda yuradi, bir xil time framelarda o'tkazasizlar. Hop. Bularni aytdim. Save olasizlar, keyin undan keyin boshqa create new layout qilib o'zingizlarga kerakli bo'lgan narsalarni qo'yib chiqasizlar. Hop. Endi yana bir muhim jihatlardan biri ya'ni choraklar nazariyasida biz ishlatadigan so'z qisqartmalari bor. Ya'ni
Ular qanaqa? Masalan, mani kuzatadiganlar, yokida boshqa aytaylik treyderlarni kuzatadiganlar sequential SMP'larni ya'ni so'zma-so'z yozib ketmaydi. Aynan qisqartmasini o'zi tushunishi uchun qulay tarzda yozib ketadi. Masalan, sequential SMT, SSMT deb yozib ketiladi. Bu sequential SMT bo'lib ketadi. Keyingisi TO degani true open, haqiqiy ochilish. Ya'ni true opens. Stack true open, stack true open. PSP, precision swing point, precision candle. Man yozib ketolmay, keyin xudo xolisa bular haqida alohida temalar o'tib boramiz. Hop, hidden truncates, stupid, swing. That was a pretty you swing divergence. One shot, one kill. One shot, one kill. Tak. Sizlarga mana shu bergan narsalarim bu so'z qisqartmalari. Bular sequential SMT yoki true open bular hammasi masalan choraklar nazariyasini ichida bo'lgan temalar emas. Bundan tashqari juda ko'p temalar bor. Nu qisqartma eng kerakli, eng ko'p qo'llanadigan so'zlarni ya'ni yozilish tartibi, ya'ni uzaytirilgan versiyasi, ya'ni bu yoq chap taraf deydigilar qisqartmasi bo'lsa, bu yoq haqiqiy so'z birikmalari, ya'ni oti demoqchiman. Ya'ni SSMT bu sequential SMT, TO true opens va hokazo shunga o'xshagan. Ya'ni kanalda o'sha ma'lumot beradigan bo'lsam va shularni qisqartma qilib yozib ketadigan bo'lsam, shu yerdan tushunib olsanglar bo'ladi. Shular o'rtoqlar, aynan shularni qo'yib olgan edim. Keyingina уже sekin-sekin darsliklarga o'tib, analizlarni qilish imkoniyati bo'ladi. Hop, keyin yana bir masala, indikator haqida ko'pchilik so'radi. Indikator nomini ayting, ya'ni pastiga deb. Bu indikator free, ya'ni tekin. Bu day quarterly theory yozsanglar, day quarterly theory by 2 degrees mana. Shuni bosasizlar va pastda xuddi shu narsa chiqib keladi. Buni ishlatish tartibi o'zingizlarga qulay qilib, ya'ni biladiganlar, ya'ni analiz qilishga o'tganlar уже shundan foydalanadi. Ya'ni monthly, quarterly, weekly, daily, quarterly bu siklni sizlarga ko'rsatib beradi. Ya'ni time frame o'tganinglardan keyin o'zi avtomatik o'zgartirib yuboriladi. Xohlasanglar hammasini yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Yoki o'zingizlarga kerakli qilib, kerakli tartibda ishlatsanglar bo'ladi. Shu keyin yana bir indikator, ya'ni new week opening gap uchun mana shuni yozsanglar kelib chiqadi. New week opening gap, new day opening gap, shularni qo'shib mana ya'ni oldingi new day opening gap sonini tanlasanglar bo'ladi, 10 ta yoki 15 ta va o'shandan foydalansanglar bo'ladi. O'rtoqlar, bu watermark endi bu mana infolar, ya'ni Euro USD ham, TD ham, TDS xohlasanglar faqat yozib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu bugungi xudo xolisa endi 26-yilda sekin nasib qilsa darslikni chiqarishni boshlayman. Faqat yanvarda harakat qilaman xudo xolisa birinchi darslik chiqarishga. U yoq fevralda уже safarga chiqib ketaman.
va nasib qilsa sizlar bilan martdan boshlab yana market bilan ham ya'ni birga ishlab boramiz. O'rtoqlar, ketkazgan vaqtingiz uchun hammaga rahmat. Bu ma'lumotlarni men hozir anaqaga kanalga tashlab qo'yaman va bundan foydalansanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Boshlangan hafta hammaga omadli kelsin o'rtoqlar. Salomat bo'linglar.